Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Yakubova Nargiza Rustamovna, Renessans ta'lim universiteti sport faoliyati kafedrasi katta o'qituvchisiman. Bugun sportda tibbiy reabilitologiya fanidan salomatlik va kasallik haqida ma'ruza o'qib beraman. Salomatlik va kasallik haqida zamonaviy tushuncha. Organizmga ta'sir etuvchi omillar, umumiy patologiya asoslari. Salomatlik nafaqat har bir inson, balki butun jamiyat uchun bebaho boylikdir. Yaqin va aziz insonlar bilan uchrashganda ular bilan xayrlashar ekanmiz, ularga sihat salomatlik tilaymiz, chunki bu to'liq va baxtli hayotning asosiy sharti va kafolatidir. Salomatlik bu insonning biologik, fiziologik, psixologik funksiyalari, mehnat qobiliyati va jismoniy faoliyatining uning faol hayotining maksimal davomiyligi bilan saqlash va rivojlanish jarayonidir. Biz sog'lom bo'lar ekanmiz, o'zimizga ham har bir qilayotgan ishimiz, farzandlarimiz, oilaviy sharoitimiz hammasi chiroyli, mazmunli bo'ladi. Biz kasal bo'lar ekanmiz, hech narsa insonga yoqmaydi. Shuning uchun biz hamma me'yorlarga, qoidalarga amal qilgan holda sog'lom yurishga intilishimiz va o'zimiz sog'lig'imiz ustida profilaktika ishlarini olib borishimiz zarur. Kasallik bu tananing normal holati, umr ko'rish davomiyligi va gomeostazining saqlash qolish qobiliyatining buzilishi bilan ifodalangan holatdir. Bu tiriklik tizimining patogen omillariga qarama-qarshi bo'lgan cheklangan energiya va funksional imkoniyatlarning natijasidir. Insonda kasallik vujudga kelib chiqqanida har bir alohida olingan holda mazkur holatni aniqlash ma'lum darajada osonlik bilan kechadi deyish mumkin. Kasallik sog'lom tanaga xos bo'lmagan bir qancha manzaralarni yuzaga keltirib, uning tasnifi bilish, shaklini aniqlash va hatto unga ma'lum nom berish ham imkoniyatini yaratadi. Biroq agar alohida holatda kasalliklarni kelib chiqishini aniqlash amalda unchalik qiyin bo'lmasa ham, ammo kasallik uni sog'lomlikdan ajratadigan eng asosiy jihatlarni qisqa, lo'nda va mazmunan to'liq qilib tushunish ba'zan nihoyatda qiyinchilik bilan amalga oshiriladi. Biron bir a'zo yoki to'qimalarning tuzilishida patologik o'zgarishlarning yuzaga kelib chiqishi har doim ham shunga mos keladigan kasallik manzarasi bilan kechmasligi mumkin. Chunki ular tanani tarkibiga solib turuvchi tilsimlar, mexanizmlar orqali tekislanib, qoplanib ketishi mumkin. Chuqur patologik o'zgarishlarning mavjudligi, hatto tanasida ushbu o'zgarishlar bo'lgan odamning o'ziga ham, uni ko'zdan kechirayotgan shifokorga ham butunlay bilinmay qolishi hollari ham ko'p uchraydi. Diagnostika, tashxislash juda ham murakkab vazifa bolajonlar. Shuning uchun hamma ko'rsatkichlarga, hamma tahlillarga amal qilgan holda diagnostika qilinadi. Salomatlik va kasallik orasida uzviy bog'liqlik mavjud bo'lib, ular barcha jihatlari bilan birgalikdagi hayot shaklidir. Gippokrat salomatlik va kasallikni tushunchasiga katta e'tibor bergan va ularni tananing so'nmas xususiyatlaridan biri deb hisoblagan. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining preambulasida salomatlik kasallikning va jismoniy kamomatning yo'qligi, jismoniy, ruhiy va ijtimoiy yaxshilikni anglashdir deydi. Keksa avlod sihat salomatlik deganda odamlarning bardamligi, harakatchanligi va kundalik ijtimoiy turmush sharoitidagi faoliyatida faol ishtirok etishi tushuniladi. Yosh avlod sihat salomatligini o'zgacha tushunadi. Ular bunday iborani hayotda deyarli qo'llashmaydi. Uning o'rniga zo'r, mixday, epchil, polvon kabi jismoniy sifatlarning alomatlarini tushunadi. Aytiladiganda qo'shimcha holda
nasliy konstitutsion asosda shakllanadigan shaxsning maksimal imkoniyatlar darajasida moslashuv ko'lamini chiniqishi, muntazam ravishda jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish va boshqa taassurotlar tufayli kengaytirish mumkin. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, akademik Leysinning o'tkazgan tadqiqotlariga binoan inson sihat salomatligi, ya'ni sog'lig'i quyidagi omillarga juda bog'liqdir. Birinchidan, turmush tarzimiz 55%. Конечно, turmush tarzimiz yaxshi bo'lsa, biz yaxshi yashay olamiz. Ikkinchidan, nasab, irsiy holat 18%. Nasl kasalliklari ham bo'ladi. Uchinchi, atrof muhit sharoitlari. Ekologiyamiz, atrof muhit sharoitimiz, sanitar gigiyenamiz juda ham sog'lig'imizga katta e'tibor talab qiladi. To'rtinchidan, sog'liqni saqlash ishlarining ahvoli. Bu ishlarga nimalar kiradi? Bu epidemiyalar bo'lishi mumkin, gen immunologiyalar bo'lishi mumkin, emlash ishlari va hokazolar. Butunlay sihat salomatlikda tirik tananing turli a'zo va tizimlari faoliyatlarini o'zgarib turishi kuzatiladi. Rivoj topish tezligi va davomiyligiga ko'ra 3 xil kasalliklar ajratiladi. O'tkir osti surunkali. O'tkir tez rivoj topadigan kasalliklar o'tkir osti va surunkali shaklda o'tishi mumkin. Bunda men har doim aytib kelganman, o'z talabalarim juda ham meni yaxshi bilishadi. O'tkir kasallik davrida kasallikni batamom tuzatishimiz kerak. Bo'lmasam o'tkir ostiga o'tadi. O'sha aytganimdek 3 kunlik kasalligimiz 3 haftaga yaxshi davo choralari ko'rilmasa, yaxshi e'tibor berilmasa, 3 oylik yoki 1 umrlik kasalliklarga ham o'tishi mumkin. Kasalliklarning rivojlanishi va ketishida quyidagi davrlarni ko'rsatib o'tish joiz. Birinchisi, yashirin yoki latent inkubatsion davr. Har xil kasalliklarni o'ziga yarasha inkubatsion, latent davrlari bo'ladi. Bu yashirin davr. Misol uchun 2 kundan, 3 kundan, 3 oygacha, 3 yilgacha yashirin davrli kasalliklar mavjud. Prodromal davr kasalliklarning tugash davri, kasalliklarning sog'ayish davri. Biz fanimizga kelib chiqqan holda aytishimiz mumkin, kasalliklarning sog'ayish davri bu reabilitologiya davri hisoblanadi. Kasallikni vujudga keltiradigan biron bir ta'sirga nisbatan tananing javob berish payti kasallikning boshlanishi deb hisoblash zarur. Biz kasalliklar haqida qisqacha ma'lumotlar berdik. E'tiboringiz uchun rahmat, hurmatli talabalar. Qo'shimcha ma'lumotlarni Renessans ta'lim universiteti kutubxonasidan olishingiz mumkin.